Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun sizni hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi oilaviy byudjetingiz uchun juda muhim bo'lgan bir yangilik bilan tanishtirmoqchiman. Ayniqsa, hurmatli nafaqaxo'rlarimiz uchun bu ma'lumot oltin qiymatiga ega bo'lishi mumkin. Gaz narxlarining o'zgarishi, kommunal to'lovlar masalasi doimiy ravishda ko'pchilikni tashvishga soladi. Bu esa mutlaqo tabiiy hol. Har bir inson o'z xonadonida qulaylik va issiqlikni ta'minlashni xohlaydi. Ammo buning moliyaviy yuki ba'zan og'ir bo'lishi mumkin. Ammo bugun men sizga aynan shu borada tasdiqlangan rasmiy bir qaror haqida so'zlab beraman. U minglab oilalarning moliyaviy ahvolini yengillashtirishga qaratilgan. Bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Chunki bu sizning gaz to'lovlaringizdan sezilarli darajada tejashingizga yordam berishi mumkin. Va hatto ayrim hollarda to'lovlarning katta qismini davlat o'z zimmasiga olishi ehtimoli bor. O'z navbatida kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqa ko'pchilikka ham yetib boradi. Imkoniyati boricha ko'proq insonlar bundan xabardor bo'lishadi. Keling, avval vaziyat qanday edi? Ya'ni shu kungacha nafaqaxo'rlar uchun gaz to'lovlari borasida qanday mexanizmlar mavjud edi va endi qanday o'zgarishlar yuz berganini atroflicha ko'rib chiqaylik. Ilgari, hukumat tomonidan aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash bo'yicha turli choralar ko'rilgan. Masalan, ayrim toifadagi fuqarolar uchun, jumladan ba'zi nafaqaxo'rlar uchun kommunal to'lovlar, shu jumladan gaz uchun ham ma'lum bir imtiyozlar yoki subsidiya ko'rinishidagi yordamlar taqdim etilar edi. Biroq bu yordam turlari ko'pincha umumiy xarakterga ega bo'lib, hamma uchun birdek ochiq va tushunarli emas edi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar qaysi turdagi imtiyozga ega ekanliklarini, uni qanday rasmiylashtirish kerakligini bilmasdilar. Yoki bo'lmasa, imtiyozlar faqatgina juda cheklangan doiradagi, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari yoki nogironligi bo'lgan shaxslar kabi fuqarolarga qaratilgan edi. Oddiy, lekin kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun gaz xarajatlarini qoplashga oid aniq keng qamrovli va soddalashtirilgan tizim yo'q edi. Ularning gaz uchun to'lovlari deyarli to'liq o'zlarining nafaqa pullaridan amalga oshirilar edi. Bu esa pensiya miqdori past bo'lganlar uchun jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Ayniqsa qish mavsumida gaz iste'moli keskin oshgan paytda oilaviy byudjetga tushadigan yuk sezilarli darajada ortar edi. O'sha paytda mavjud bo'lgan subsidiya tizimlari ko'pincha murakkab byurokratik jarayonlarni talab qilar. Hujjatlar yig'ish, turli idoralar eshiklarini qoqish kabi mashaqqatli yo'llarni bosib o'tishni talab etar edi. Shu sababli ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa yoshdagilar yoki salomatligi yomon bo'lganlar bu imtiyozlardan foydalana olmasdilar. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan nafaqaxo'rlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi va bu borada yangi muhim qaror qabul qilindi. Bu qaror prezidentimizning tashabbusi bilan yoki Vazirlar Mahkamasining maxsus farmoni bilan tasdiqlangan bo'lib, nafaqaxo'rlar uchun gaz xarajatlarini qoplash bo'yicha aniq va shaffof mexanizmni joriy etadi. Ya'ni bu nafaqaxo'rlarga gaz to'lovlarining bir qismini yoki ma'lum bir iste'mol me'yorini davlat tomonidan kompensatsiya qilishni nazarda tutadi. Bu shunchaki og'zaki va'da emas, balki rasman tasdiqlangan, huquqiy asosga ega bo'lgan dasturdir. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi nafaqaxo'rlarimizning turmush darajasini oshirish, ularning kommunal to'lovlaridan kelib chiqadigan moliyaviy yukni yengillashtirish va ularga o'z pensiya pullarini boshqa hayotiy ehtiyojlarga sarflash imkoniyatini yaratishdir. Endilikda imtiyozlarni olish jarayoni ancha soddalashtirilgan, shaffof va tushunarli qilib belgilangan. Bu bir necha yillar davomida nafaqaxo'rlarimiz tomonidan bildirilgan murojaatlarning amaliy natijasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu kompensatsiya dasturi haqida nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar bundan xavotirlanishi kerak va kimlarga bu ayniqsa foydali bo'ladi? Bu kompensatsiya oddiy qilib aytganda, sizning gaz uchun to'laydigan pulingizning ma'lum bir qismini davlat byudjeti hisobidan qoplashdir. Ya'ni siz ma'lum miqdordagi gazni iste'mol qilsangiz, uning to'liq narxini to'lamaysiz. Balki faqatgina bir qismini to'laysiz yoki umuman to'lovdan ozod etilasiz. Kimlar bu kompensatsiyaga loyiq? Bu eng asosiy savol. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasining rasmiy nafaqaxo'rlari bu dasturning asosiy benefisiarlari hisoblanadi. Ya'ni yoshga doir, nogironlik bo'yicha yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa oladigan barcha fuqarolar. Lekin
Shuni ta'kidlash joizki, barcha nafaqaxo'rlar uchun ham kompensatsiya bir xil darajada bo'lmasligi mumkin. Bu yerda bir nechta mezonlar joriy qilingan. Birinchi mezon bu sizning oilaviy ahvolingiz va daromad darajangiz. Agar siz kam ta'minlangan oila hisoblansangiz, bu haqda rasmiy hujjatlaringiz bo'lsa, kompensatsiya miqdori sezilarli darajada yuqori bo'lishi mumkin. Hatto ayrim hollarda ma'lum miqdordagi gaz iste'moli uchun to'lovlar to'liq qoplanishi ham mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi, nafaqadan boshqa daromadi yo'q, minimal nafaqa oladigan keksa bir onaxonimizni olaylik. Uning uyida qish mavsumida oyga o'rtacha 200 kub metr gaz iste'mol qilinadi. Aytaylik, gazning narxi 1700 so'm bo'lsa, umumiy hisob 2000 so'mni tashkil qiladi. Yangi kompensatsiya dasturiga ko'ra, agar u kam ta'minlangan nafaqaxo'r toifasiga kirsa, uning uchun 120 kub metr gaz to'lovi to'liq qoplanishi mumkin. Bu degani, onaxonimiz 1 kub metr uchun 210 so'm to'lovdan ozod etiladi va faqatgina qolgan 5 kub metr uchun 7000 so'm to'laydi. Bu uning oilaviy byudjeti uchun juda katta yordam. Chunki u endi ushbu tejab qolingan mablag'ni dorilarga, oziq-ovqatga yoki boshqa ehtiyojlarga sarflash imkoniga ega bo'ladi. Ikkinchi mezon bu sizning uy-joy sharoitingiz. Kompensatsiya faqatgina sizning do'yingizda iste'mol qilingan gaz uchun beriladi. Ya'ni ikkinchi uyingiz yoki ijaraga bergan kvartirangizdagi gaz iste'moli uchun bu kompensatsiya amal qilmaydi. Shuningdek, uyning maydoni va undagi yashovchilar soni ham hisobga olinishi mumkin. Agar uyda bir nechta nafaqaxo'r yashasa, masalan, xotin nafaqaxo'r bo'lsa, kompensatsiya har ikkalasiga ham alohida hisoblanadimi yoki bir oila uchun umumiy me'yor qo'llaniladimi? Bu nizomda aniq ko'rsatiladi. Odatda bunday hollarda oila birligi hisobga olinib, bir uy xo'jaligiga ma'lum bir me'yor doirasida kompensatsiya beriladi. Ammo bu me'yor yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlikdan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Uchinchi mezon bu sizning gaz iste'moli me'yorlaringiz. Hukumat tomonidan har bir nafaqaxo'r uchun oylik gaz iste'moli bo'yicha ma'lum bir me'yor belgilanadi. Masalan, qish mavsumi uchun 2300 kub metr, yoz mavsumi uchun esa 2100 kub metr kabi. Ushbu me'yor ichida iste'mol qilingan gaz uchun kompensatsiya taqdim etiladi. Agar siz bu me'yordan ortiq gaz ishlatsangiz, ortiqcha qism uchun to'liq narxda to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu ham adolatli yondashuv. Chunki davlat resurslarini tejashga va oqilona foydalanishga undaydi. Misol uchun Mirjalol aka ismli nafaqaxo'rimizni olaylik. Uning oilasi kengroq bo'lib, nafaqa oluvchi yolg'iz o'zi bo'lsa ham, uyda bolalari va nabiralari ham yashaydi. Ularning gaz iste'moli qishda 400 kub metrga yetadi. Agar belgilangan me'yor 2 kub metr bo'lsa, Mirjalol aka faqatgina 2 kub metr uchun kompensatsiya oladi. Qolgan 1 kub metr uchun esa gazning to'liq narxida, ya'ni 210 so'mni o'z cho'ntagidan to'lashi kerak bo'ladi. Bu holda ham u ancha tejab qoladi. Chunki umumiy 400 kub metr uchun 5-6 so'm to'lash o'rniga 320 so'm 200 kub metr kompensatsiya plus 1 kub metr o'z pulidan to'laydi. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar yoki buning ularga ta'siri kamroq bo'lganlar kimlar? Asosan yuqori daromadli nafaqaxo'rlar. Agar sizning pensiyangizdan tashqari boshqa katta daromadingiz, masalan, biznesdan, mulkni ijaraga berishdan bo'lsa va bu daromad belgilangan me'yordan ancha yuqori bo'lsa, siz kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lmasligingiz mumkin yoki minimal kompensatsiya berilishi mumkin. Chunki bu dastur asosan moliyaviy qiyinchilikka uchragan, ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shuningdek, gazdan deyarli foydalanmaydiganlar, masalan, elektr isitish tizimiga ega bo'lganlar uchun ham bu kompensatsiya unchalik ahamiyatli bo'lmaydi. Chunki ular uchun gaz sarfi minimal darajada bo'ladi. Bu tizimning asosiy afzalligi shundaki, u nafaqaxo'rlarga moliya yordamini aniq maqsadga yo'naltirilgan holda yetkazib berishga imkon beradi. Bürokratiyani kamaytiradi va imtiyozlarni olish jarayonini soddalashtiradi. Bu juda muhim qadam. Chunki nafaqaxo'rlarimiz ko'pincha murakkab chap jarayonlar va hujjatbozlikdan aziyat chekishadi. Endi esa har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu dasturda ham o'ziga xos hissolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va kutilmagan nozik nuqtalar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha sarsongarchilikdan saqlaydi va kompensatsiyani muammosiz olishingizga yordam beradi. Birinchidan, istisnolar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar nafaqaxo'rning daromadi belgilangan chegaradan oshsa kompensatsiya berilmasligi mumkin.
Bu daromad faqat pensiyadan iborat emas. Balki boshqa manbalardan olingan pul tushumlari, masalan, bankdagi katta foizli depozitlar, mulkni ijaraga berishdan olingan daromad, aksiyalardan keladigan dividendlar ham hisobga olinishi mumkin. Bu holatda sizning daromadlaringiz davlat organlari tomonidan tekshiriladi va agar umumiy daromad minimal iste'mol savatchasi darajasidan ancha yuqori bo'lsa, siz kompensatsiya dasturidan chetda qolishingiz mumkin. Shuningdek, agar nafaqaxo'rning mulki bir nechtadan iborat bo'lsa, ya'ni bir nechta uy joyga egalik qilsa va ularni ijaraga berayotgan bo'lsa, bu ham kompensatsiya olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu holatda davlat nafaqaxo'rning moliyaviy ahvoli mustahkam deb hisoblashi mumkin. Ikkinchidan, kompensatsiya shartlari. Kompensatsiya faqatgina sizning nomingizga rasmiylashtirilgan gaz ta'minoti shartnomasi bo'yicha beriladi. Ya'ni, agar gaz shartnomasi boshqa oila a'zosining nomida bo'lsa, siz kompensatsiya olishingiz uchun shartnomani o'z nomingizga o'tkazishingiz talab etilishi mumkin. Bu juda muhim jihat. Yana bir shart shuki, sizning gazdan qarzingiz bo'lmasligi kerak. Agar sizda oldingi davrlar uchun gazdan qarzingiz bo'lsa, avval uni to'liq bartaraf etishingiz yoki qarzdorlikni qoplash bo'yicha O'ztransgaz, AG yoki Hududgaz ta'minot AG bilan kelishuvga erishishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda kompensatsiya tizimi avtomatik ravishda qarzdorlikni qoplashga yo'naltirilishi ham mumkin. Ammo bu boradagi aniq mexanizmni tegishli tashkilotlardan aniqlash lozim. Uchinchidan, mintaqaviy farqlar. O'zbekistonning turli hududlarida gaz ta'minoti infratuzilmasi va iste'molchilarning ehtiyojlari har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi olis hududlarda yoki tog'li hududlarda gaz bosimi past bo'lishi yoki isitish tizimlarining samaradorligi pastroq bo'lishi sababli iste'mol me'yorlari biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun kompensatsiya miqdori va shartlari viloyatlar yoki tumanlar kesimida kichik o'zgarishlarga ega bo'lish ehtimoli bor. Masalan, vodiy viloyatlarda yoki qishi qattiq bo'ladigan joylarda gaz iste'moli me'yori Toshkent shahridagidan yuqoriroq belgilanishi mumkin. Bu boradagi aniq ma'lumotlarni o'zingiz yashayotgan hududdagi tegishli pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limidan olishingiz kerak. 4-dan, arizani topshirish muddatlari. Kompensatsiya dasturi doimiy xarakterga ega bo'lsa-da, arizalarni qabul qilish va qayta ko'rib chiqish bo'yicha ma'lum muddatlar belgilanishi mumkin. Masalan, har yili ma'lum bir davrda arizalar qabul qilinishi yoki mavjud kompensatsiyaning amal qilish muddati tugashi bilan qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu muddatlarni o'tkazib yubormaslik uchun diqqatli bo'lishingiz kerak. 5-dan, hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Ba'zan hujjatlar noto'g'ri to'ldirilishi, ma'lumotlar eskirgan bo'lishi. Masalan, pasport o'zgargan bo'lsa-da, tegishli idoralar yangilamagan bo'lsa yoki ba'zi kerakli hujjatlar yetishmasligi sababli arizalar rad etilishi mumkin. Bunday holatlarda arizani qayta topshirishga to'g'ri keladi. Bu esa ortiqcha vaqt va kuch sarflashga olib keladi. Ayniqsa, kadastr hujjatlarining to'g'riligi va gaz shartnomasidagi ma'lumotlarning bir xilligi muhimdir. 6-dan, sharoitlarning o'zgarishi. Agar siz kompensatsiya oluvchi nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning moliyaviy ahvolingiz, oilaviy tarkibingiz yoki yashash joyingiz o'zgarsa, bu haqda tegishli idoralarni xabardor qilishingiz shart. Misol uchun, agar sizning daromadingiz sezilarli darajada oshsa yoki siz boshqa shaharga ko'chib o'tsangiz yoki sizning nomingizga yangi mulk rasmiylashtirilsa, kompensatsiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki umuman bekor qilinishi mumkin. Bu kabi o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bermaslik kelajakda muammolarga, jumladan noto'g'ri olingan kompensatsiyani qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Bu jihatlarni bilish sizga kompensatsiya olish jarayonini yanada samaraliroq va muammosiz o'tishiga yordam beradi. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni bu kompensatsiyani olish uchun aniq qadamlar va amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Aziz tomoshabinlar, endi eng muhim savolga javob beramiz. Bu kompensatsiyani olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish? Qanday hujjatlar yig'ish? Qaysi shartlarni to'ldirish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'z alibidingizni, ya'ni huquqingizni tekshiring. Eng avvalo, siz o'zingizning kompensatsiyaga loyiq ekanligingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Buning uchun quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. 1. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari. Bu yerda sizga dastur bo'yicha umumiy ma'lumot berilishi va sizning oilaviy ahvolingizdan kelib chiqqan holda
kompensatsiya loyiqligingiz haqida dastlabki fikr bildirilishi mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov. Bu portal orqali siz dastur bo'yicha rasmiy ma'lumotlarni o'qishingiz, shuningdek, agar tizim ishga tushirilgan bo'lsa, o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritib, dastlabki tekshiruvdan o'tishingiz mumkin. 3. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Sizga pensiya to'lovlarini amalga oshiradigan ushbu idora ham kompensatsiya dasturi haqida eng aniq va rasmiy ma'lumotlarni bera oladi. Ushbu dastlabki tekshiruvdan o'tganingizdan so'ng siz keyingi bosqichga o'tishingiz mumkin. Ikkinchi qadam kerakli hujjatlarni yig'ish. Bu jarayonning eng muhim qismlaridan biri. Chunki hujjatlar to'liq va to'g'ri bo'lmasa, arzangiz ko'rib chiqilmasligi yoki rad etilishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatga alohida e'tibor qarating. Sizga quyidagi bu hujjatlar kerak bo'ladi: fuqarolik pasporti yoki ID kartasi, asli va nusxasi. Ayniqsa yashash joyingiz, pasport ma'lumotlaringiz aniq ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. 2. Nafaqaxo'rlik guvohnomasi, asli va nusxasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. 4. Gaz ta'minoti shartnomasi. Sizning nomingizga rasmiylashtirilgan gaz ta'minoti shartnomasining nusxasi. Agar shartnoma boshqa oila a'zosining nomida bo'lsa, uni o'z nomingizga o'tkazish haqida hudud gaz ta'minotiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. 4. Kadastr hujjatlari. Uy joyingizga egalik huquqini tasdiqlovchi kadastr hujjatlarining nusxalari. Bu sizning ushbu manzilda mulk egasi ekanligingizni ko'rsatadi. 5. Oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotnoma. Mahalla qo'mitasidan olinadigan bu hujjat siz bilan birga yashayotgan oila a'zolari sonini va ularning shaxsini tasdiqlaydi. Bu kam ta'minlanganlik darajasini aniqlashda muhimdir. 6. Bank hisob raqami ma'lumotlari. Kompensatsiya puli sizning shaxsiy bank hisob raqamingizga o'tkazilishi sababli bank tomonidan berilgan hisob raqamingiz rekvizitlari kerak bo'ladi. Bu pensiya jamg'armasi orqali nafaqa oladigan bank kartangiz bo'lishi mumkin. 7. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar talab etilsa, agar dasturda daromad darajasi mezon sifatida belgilangan bo'lsa, siz pensiyadan tashqari boshqa daromadlaringiz haqida ma'lumotnoma taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu ish joyingizdan agar mavjud bo'lsa yoki soliq idorasidan olinishi mumkin. Chekiz iste'mol qilingan gaz uchun oxirgi to'lov kvitansiyalari. Gazdan qarzingiz yo'qligini tasdiqlovchi oxirgi to'lov cheklari 3-qadam. Arizani topshirish. Hujjatlarni to'liq yig'ib bo'lganingizdan so'ng arizani topshirishingiz kerak. Bu quyidagi idoralarda amalga oshiriladi. Yagona davlat xizmatlari markazlari, yagona darcha markazlari. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir joyda taqdim etadi va arizangizni qabul qilish uchun eng qulay joy bo'lishi mumkin. 2. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Agar kompensatsiya pensiya jamg'armasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilsa, arizani bevosita shu bo'limga topshirishingiz mumkin. 3. MyGov.uz portali orqali onlayn. Agar tizim to'liq raqamlashtirilgan bo'lsa, siz uydan chiqmasdan turib elektron raqamli imzo orqali MyGov.uz portali orqali ham arizani to'ldirib, hujjatlarni elektron shaklda biriktirishingiz mumkin. Bu eng zamonaviy va qulay usul hisoblanadi. Ariza to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Barcha maydonlarni aniq va to'g'ri to'ldiring. Ayniqsa ism-sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va bank rekvizitlaringizda xatolikka yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. O'z ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, pasport seriyasi va raqami, doimiy yashash manzilim, to'liq manzilingizda yashayman. Men O'zbekiston Respublikasi nafaqaxo'ri hisoblanaman va qaysi turdagi nafaqa olayotganingizni ko'rsatib nafaqasini olaman. Davlatimiz tomonidan nafaqaxo'rlar uchun joriy etilgan gaz iste'moli bo'yicha kompensatsiya dasturidan foydalanishni so'rayman. Barcha zarur hujjatlar arizaga ilova qilinadi. Kompensatsiya summasini quyidagi bank hisob raqamimga o'tkazishingizni so'rayman. Bank hisob raqamingiz kabi matnni o'z ichiga olgan ariza shaklini sizga berishlari mumkin. 4-qadam arizaning holatini kuzatish. Arizani topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir vaqt ketadi. Odatda 15 ish kun ichida siz ariza topshirgan joydan, masalan, yagona darsha markazidan arizaning raqamini olishingiz va shu raqam orqali uning holatini kuzatib borishingiz mumkin. MyGov.uz orqali ariza topshirgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetga kirib, arizaning statusini onlayn tekshirishingiz mumkin. 5-qadam. Rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, sizga rad etish sabablari yozma ravishda xabar qilinishi kerak.
sababini aniq tushunib oling. Ko'pincha rad etilish sababi hujjatlardagi kamchiliklar, ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar yoki huquqingizni tasdiqlovchi biror hujjatning yetishmasligi bo'ladi. Bunday holatda kamchiliklarni bartaraf etib, arizani qayta topshirishingiz mumkin. Agar siz rad etishni asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, xalq qabulxonalari, Adliya vazirligi, ombudsman yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz nafaqaxo'rlar uchun tasdiqlangan gaz kompensatsiyasi dasturi haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu dastur sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli yordam berishi. Ayniqsa qish mavsumida gaz xarajatlaridan kelib chiqadigan moliyaviy yukni yengillashtirishi shubhasiz. Biz qanday o'zgarishlar ro'y berganini, kimlar bu kompensatsiyaga loyiq ekanligini, qanday istisnolar va nozik jihatlar borligini, shuningdek uni olish uchun bosqichma-bosqich qanday harakat qilish kerakligini ko'rib chiqdik. Har bir nafaqaxo'r bu imkoniyatdan foydalanishi shart, chunki bu sizning qonuniy haqqingizdir. Kechikmang, shoshiling. Hujjatlaringizni to'g'rilang va kompensatsiyani rasmiylashtirish uchun murojaat qiling. Unutmang, davlatimiz tomonidan qilinayotgan bu g'amxo'rlikdan har bir fuqaro xabardor bo'lishi va foydalanishi kerak. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos ushbu video ostidagi sharhlar bo'limida o'z savollaringizni, fikrlaringizni va bu dastur haqidagi munosabatingizni yozib qoldiring. Gaz kompensatsiyasini olish jarayonida qanday muammolarga duch keldingiz yoki aksincha qanday qulayliklar bo'ldi? Bu boradagi tajribangizni baham ko'ring. Videoga like bosishni unutmang. Chunki bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Kelajakda ham xuddi shunday muhim va dolzarb mavzularda videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Men sizning har bir savolingizga javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.